Bu 3 ta sun'iy intellekt ilovalari bilan rus tilini oson o'rganishingiz mumkin. Birinchisi TalkPal AI. Bu sun'iy intellekt sizga tezroq razgovorga chiqishingizga yordam beradi. U bilan siz rus tilida jonli muloqot olib borsangiz bo'ladi. Ikkinchisi LinkQ. Bu sun'iy intellekt sizga har xil audiolarni eshittiradi. Internetdan tushunishga yordam beradi. Bu sizni eshitish qobiliyatingizni oshiradi. Bu yerda matn plus audio materiallar juda ko'p. Uchinchisini aytishimdan oldin videoni saqlab oling va rus tilini o'rganmoqchi bo'lib yurgan do'stingizga ham videoni yuborib qo'ying. Uchinchisi BuzzU so'z boyligi va grammatikani oshiradi va real odamlar bilan yozishma qilish imkoniyatini ham beradi. Bu sun'iy intellekt ilovalari juda ham foydali, lekin ular sizni nazorat qilmaydi. Sizni xatolaringizni tahlil qilib, tushuntirib bermaydi. Natijani kafolatlamaydi. Tilni mukammal o'rganish uchun sizga albatta real ustoz kerak bo'ladi. Tushunmagan mavzularingizni tushuntirib beradigan, xatolaringizni ko'rsatib turadigan va sizni nazorat qilib turadigan ustoz. Shu kungacha 13 mingdan ziyod odamlarni rus tilida erkin gapirishiga yordam bergan ilm markazi bilan 3 oy ichida erkin muloqot darajasida rus tilini tizimli va nazorat bilan o'rganishingiz mumkin. Bu yerda sizga bir emas, naqd 2 ta ustoz biriktiriladi. Darslar maxsus platformada olib boriladi. Video darsliklar oson bo'lishi uchun kinolar yordamida ishlab chiqilgan. 3 oyda natijaga chiqishingiz 100% kafolatlanadi. Agar hech qanaqa natija ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytariladi. Siz ham kafolatlangan rus tili kurslariga yozilish uchun ilm markazi sahifasiga kirib, kurs so'zini yozib qoldiring.